Assalomu alaykum. Ilm-fan 90 kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga xalqimizning eng buyuk qahramonlaridan biri Jaloliddin Manguberdi haqida hikoya qilamiz. Jaloliddin Manguberdi 12-asr oxiri va 13-asr boshlarida yashagan buyuk sarkarda, Xorazmshohlar davlatining so'nggi hukmdori edi. U yoshligidan jasur, dono va vatanparvar bo'lib ulg'aygan. Otasi Muhammad Xorazmshoh unga nafaqat harbiy san'atni, balki davlat boshqaruvini ham o'rgatgan. 13-asr boshlarida Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shinlari Xorazm yurtiga bostirib kiradi. Ko'plab shaharlar vayron qilinadi. Minglab begunoh insonlar halok bo'ladi. Ana shunday og'ir damlarda Jaloliddin Manguberdi xalqini va vatanini himoya qilish uchun qo'liga qilich oladi. U Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib boradi. Jaloliddin ko'plab janglarda o'zining harbiy mahorati va jasoratini namoyon etadi. Uning eng mashhur janglaridan biri Hind daryosi bo'yida bo'lib o'tgan. Jang juda og'ir kechadi. Qo'shinining soni kam bo'lishiga qaramay, Jaloliddin oxirigacha kurashadi. Nihoyat dushman uni qurshab olganda, u oti bilan baland qirg'oqdan Hind daryosiga sakrab tushadi va narigi qirg'oqqa suzib o'tadi. Rivoyatlarga ko'ra, bu jasoratni ko'rgan Chingizxon ham hayratda qolib, otadan shunday o'g'il tug'ilishi kerak ekan degan. Bu voqea Jaloliddin Manguberdining mardligi va qo'rqmasligining ramziga aylangan. Shundan keyin ham Jaloliddin kurashni to'xtatmadi. U yurt ozodligi uchun umrining oxirigacha jang qildi. Garchi Xorazm davlati qayta tiklanmagan bo'lsa-da, uning jasorati millionlab insonlarga kuch va ilhom bag'ishladi. 1231-yilda Jaloliddin Manguberdi halok bo'ldi, ammo uning nomi tarix sahifalarida mangu qoldi. Bugungi kunda O'zbekistonda uning xotirasi yuksak ehtirom bilan ulug'lanadi. Haykallari qad rostlagan, ko'chalar va ta'lim muassasalari uning nomi bilan atalgan. Aziz do'stlar, Jaloliddin Manguberdi bizga vatanga sadoqat, jasorat va matonatning haqiqiy namunasi bo'lib qoladi. Uning hayoti shuni ko'rsatadiki, inson o'z yurtini chin yurakdan sevsa, har qanday sinovga bardosh bera oladi. Sizga ushbu tarixiy hikoya yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchasini bosishni unutmang. Yana shunday qiziqarli tarixiy mavzularda ko'rishguncha, xayr.